Sergap Azizbek kattagina hovli bo'lsin, bizga katta hovli kerak degan obunachilarim ekranga yaqinroq keling, bitta shunaqasini topib qo'ydim. Manzil Quvasoy shahar Qo'ch Qorchida bo'ldi do'stlar. Mahallani ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu to'g'rida turgan hovli uyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Mahallalar asfalt bo'lishni boshlabdi ekan. Uyimizning narxi $50,000. Uyimiz 10 sotiq, 3 xona uy bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Maktab, masjidlar yaqin joyda joylashgan ekan. Bemalol yana qo'shimcha qurilish ishi qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari sizga 2 ta yoki 3 ta o'g'il farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib bu joyda 2 ga 3 ga bo'lsa ham bo'lar ekan. Sababi joyimiz juda ham katta, juda ham keng holatda. Eng asosiysi 4 burchi, 4 joy. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, uy egalaridan ushbu xonadonni bitta qo'ldan xarid qilishlari mumkin. Shunchaki uy egalariga asl uy joy jamoasidan ko'rib sizni bezovta qilyapmiz desalaring, bu yana hurmatli obunachilarim. Bundan tashqari yana 3 xona uy bor. Bemalol yashab turib boshqa qo'shimcha qurilish ishlarini qilsangiz bo'ladi va eng asosiysi kvartiradan zerikkan aziz obunachilarimiz bo'lsa, ushbu hovlini sizga taklif qilaman. Ko'ring, hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r. Maktab, bog'chalar yaqin joyda ekan. Masjid yaqin, 5 mahalla azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi, hurmatli obunachilarim. Xato nuqsonlar bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqangi kattagina hovliqtirayotgan do'stingizga, tanishingizga jo'natib qo'ying. Xo'p, kirganimizda bizni bir tomoni oshxona, ikkinchi tomoni oilaviy zona, uzungina teraskani ko'rishimiz mumkin do'stlar. Holati yaxshi holatda, remontlari ham yaxshi. Endi oladigan odam chiroyli qilib bitta o'ziga moslab olsa, ajoyib holatga keladi. Xo'p, keyingi xonasini ko'rishimiz mumkin. Xohishga qarab kattalar yotoqxonasi yoki-da bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerdan chiqamiz, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz shuni oldida joylashgan, bu ham kattagina bitta xona. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Manzil Quvasoy shahar Qo'ch Qorchida joylashgan. 10 sotiq 3 xona uy bor. Bemalol 3 ga bo'lsa bo'ladigan kattagina hovlimiz sotuvga chiqyapti. Narxi 50 ming. Sizlar bilan Sergap Azizbek bo'ldim. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringizni ehtiyot qiling.